Biz sudni ochiq deb e'lon qilamiz. Bizda jinoyatchi Qobil Qodir o'g'li. Hozirda so'z sudya janoblariga. Avvalambor assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Bugungi sud majlisimizni ochiq deb e'lon qilaman. So'zni esa ayblanuvchiga bermoqchiman. Ayblanuvchi Qobil Qodir o'g'li. Sizni bu jinoyatdan ko'zlagan maqsadingiz nima edi? Avvalambor menga so'z berganligingiz uchun rahmat. Bugun men barcha qilgan jinoyatlarim uchun badal to'lash vaqti keldi. Men Ruxsorani jasadini uyimga olib borar ekanman. U mening birinchi marta jasad o'g'irlashim emas edi. Iltimos aniqroq qilib tushuntirib bersangiz. Voqeani to'liq va tushunarli holda gapirib bering. Men bu qabristonda 5 yildan beri qorovullik qilaman. Bu ishimni men 5 yildan beri qilib kelaman. Shu paytgacha qabrga qandaydir qiz bola qo'yilsa, barchasi bilan tunimni birga o'tkazib, tong yorishmasdan qaytarib ko'mib qo'yar edim. Ularni qazib olib uyimga olib kelardim va vannada cho'miltirib, keyin ko'ngilxushlik qilardim. Nega unda Ruxsorani qaytarib olib borib ko'mmadingiz? Chunki o'sha tunda biroz ko'proq ichib mast bo'lib qolganim sababli nima qilganimni o'zim ham bilmay qolibman. Ruxsora bilan bo'lgan voqea haqida to'liq gapirib bersangiz. Ruxsorani qabrga qo'yib bo'lishgach, hamma uy-uyiga tarqaldi. O'sha kuni kech tushgach